Murod. Bu oddiy maktab o'quvchisi. Tushib maktabga chiqamiz. Ular ol. Bo'ladi. Bu esa 110-maktabning ayrim o'quvchilari. Maktabda Kiyevda ketdim. Va, siz Cadillac'da ketdingmi-desiz? Yo, односторонний yo'lku to'sib qo'yapti bu yoqni. Hop. Nega? Vallahi meni kiradigan institutim tayin. Ishlaydigan joyim ham gaplashilgan. Men maktabga kelyapman, bilmayman. Sen mayli. Ha. Mana buni adasichi. Bu ham ketdi. Adam. Yo, adi gapirma. Yo. Yur. Ovqatlanamizmi? Puling bormi? Bola dasti kirayli. Ada, Nargiz adasini ishdan bo'shatib yuborasizmi deyman. Tanaffusda gapirsam meni qiyshayapti menga. Xo'p. Dasti kirayli bola. Ustoz, hozir kirib turavering, hozir kiramiz dedi-ku sizga. Bo'g'lama qilib turing. Kech qolmishda-yu. Aytsin yo'q. Yo'q. Bular butun tarafda yashashadi-da. 295-mi maktabi bolalari. Bularni maktabida-chi birinchi pahani urishib aniqlashar ekan. Oy, bu hali bor unaqa maktablar. Ha, bizning maktabdagi birinchi pahan mana. Chunki buni adasi Adam. Adini ishlatmadi. Ovqatlanamizmi? Aytan tana, peshta gidam. Patta smekna tikka joyida.